duoyimiz ijobat bo'lishligini xohlaymizmi? Duolarimiz qabul bo'lishligini, so'rayotgan maqsadlarimizni Alloh qabul qilishligini xohlaymizmi? Albatta xohlaymiz. Buning uchun iftor vaqtida duo qilaylik. Iftorliklarda duo qilaylik. Zero iftorlik vaqtida qilingan duo qaytarilmaydi. Bu haqda Rasulimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Inna lis-soimi 'inda fitrihi da'watan la turaddu." Rasulimiz alayhissalom aytibdilarki, ro'zador uchun iftorlik vaqtida rad qilinmaydigan duo bor dedilar. Ro'zadorning duosi bor iftorlik vaqtida. U nima ekansa, u qaytarilmas ekan. Ushbu hadisni sharhda ulamolarimiz aytibdiki, iftordan oldin ham, keyin ham qisa farqi yo'q deyaptilar. İftorlik vaqtida deyapti, inda fitrihi deyaptilar. Og'iz ochgan vaqtida deyapti. Shu vaqtda ko'proq Allohdan maqsadlarimizni so'raylik. Allohning roziligini so'raylik. Ikki dunyo saodatini so'raylik. Yurtimizning tinchligini, xalqimizning farovonligini, farzandlarimizning kamolini so'raylik. Mana shu inshaalloh baraka bo'lishligiga, mana shu yaxshiliklar bo'lishiga inshaalloh sabab bo'lar ekan.